O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti delegatsiyasi Hindiston oliy bilim yurtlarida muzokaralar o'tkazib, o'zaro hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi. Meriya institutlar guruhidagi uchrashuvda ham istiqboldagi o'zaro manfaatli sheriklik aloqalari muhokama qilindi. Mazkur oliy bilim yurtining jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar kollejida nazariy bilimlar olish va amaliyot jarayonlari uyg'un tarzda yo'lga qo'yilgan. Talabalar uchun jurnalistikaning turli yo'nalishlarida, jumladan televideniya va radio sohasida materiallar tayyorlash uchun zamonaviy sharoitlar yaratilgan. Bo'lajak jurnalistlarning aksariyat qismi mamlakatning ko'plab yetakchi ommaviy axborot vositalari bilan yaqin hamkorlik qiladi. Tashrif doirasida ikki tomon o'rtasida ahdlashuv memorandumi imzolandi. MERI group of institutions, New Delhi, India has signed an MOU. Memorandumda talabalar va professor-o'qituvchilar almashinuvini amalga oshirish, birgalikda ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, qo'shma diplom berish, shuningdek seminarlar, konferensiyalar uyushtirish, istiqbolli yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar o'tkazish masalalari ko'zda tutilgan. Universitetlarimiz o'rtasidagi mazkur hamkorlik Hindiston bosh vaziri va O'zbekiston prezidenti tomonidan ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha belgilangan yuksak maqsadlarga erishishga xizmat qilishiga ishonchimiz komil.